Assalomu alaykum PlayStation ishqibozlari. Bugun mana PlayStation 5 Slim 2025-yil modelini obzori. Endi zal kechroq bo'lsa ham mayli. Biz ham o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Ma'lumot o'rnida yangi korobkada mana olib kelingan. Mana sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Yevropa regionga chiqarganlarga shunaqa ichida korobkasi ham bo'ladi. Koreya va Xitoy versiyalarida korobka bilan korobka chiqmaydi. Yevropa modeli, ya'ni global pristavkalarda korobka bo'ladi. Ichida hammasi qatori bunaqa kabellari bo'ladi. O'sha hammasi standart chiqadi, lekin Yevropa standartiki mana bundoq. Maslar bilan birga. Hop. Bo'lsa mana DualShock 5 og'ir Griziya simlarga chiqargan. Bitta mana pult ham buda. O'ziga yarasha ajib. Bunda boshqa modellardan farqi nimada desa, bu o'sha korobkasida kelgan. Korobkada bor. 825, ya'ni bu modelni oldingi simlardan farqi mana siz ko'rib turgan bo'lsa, modelning farqi hajmi kichraytirilgan. Minus albatta, to'g'ri. Minus tomoni shu. Qolgan tomonidan yaxshilangan. Hozir iloji boricha batafsil qilamiz. Mana Kifay 2016 Yevropa standartiga javob beradigan PlayStation Slim. Bu modelda hozir ichida ko'rib chiqamiz. Mana PlayStationda mana bu ko'rinish o'sha oldingi ko'rinish o'zgarmagan, lekin oldin qismida o'zgarish bo'lgan. Oldin glansiy edi, endi hozir motivli qilishgan bu yerda. O'sha qo'ldoqlar, qirilishlarga moyillik kamroq bo'ladi, o'ta kam bo'ladi. Mana bu tomoni ham ko'p qirilib ketardi. Biz o'zimiz ko'rganmiz o'sha modellarda, hozir bu yerda turibdi o'sha model. Qirilishga moyil bo'ladi. O'ta mana bu ilgari oldingi sistemasi. Mana oldingisi. Mana bu yerda mana qo'l izlari ko'rinib turibdi. Mana qo'l izi chiqadi. Mana bu ham glansiy mana. Endi to'g'ri kimgadir o'shanda chiroyli ko'rinadi, lekin tez yaltiroqsiz tez o'zgaradi-da. Mana qirilishlarga moyil mana shu. Yaxshi, mana mana aytib o'taman. Xo'p, keyingi holatlarida xotirlar kam degani bir rolliga bo'lsa, qolgan tomoni yaxshilikka xizmat qilgan. Ichki tomonlarda o'zgarish bo'lgan, faqat ko'rinishda emas, ichkarida quvvati. Ichidagi miyas holatini soch sistemasidagi o'sha qo'rg'oshinlik deymiz, o'sha suyuqlik, metal deydi, jiddiy metal bu safar platani ustiga oqmaydigan bo'lgan. Oldingi hamma seriyalarda o'sha xato topilgan ekan. Ko'proq o'sha platalarga oqib ketish holatlar tika qo'yganda, soniya tika qo'yganda erish, ko'proq plataga zarar yetkazishlari bo'lgan ekan. O'shaning uchun bu safar shuni qattiq e'tibor berishdi shunga ham. Keyin yengil og'irlik tomonidan ham yengillashgan. To'g'ri 150 gramm ko'p emas, lekin ko'targanda farqi bor. Hozir ko'rib solishtiramiz. Nimada? Mana shu korobkada ikkita korobka bo'lgani uchun darrov chiqarmaydi. Mana dokumentlari. O'sha olib turganingizda o'sha seriyasiga qarang. Endi nima farqi bor? Yaponiyami, Koreyami farqi nima, Xitoymi desa, nimasida emas farqi. Sifatida emas, u faqat regionida farqi bo'lib qoladi. Region farq qilgandan keyin siz unga xohlagan akkauntingizni tiqa olmaysiz. Faqat o'sha regiondagi tiqishga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, Xitoyda ko'proq shunaqa. Xitoydagi ham bor, Yaponiyadagi ham bor. Yaponiyaning eng yangi chiqarilgan modellarida korobka qo'yamiz biz, g'alati bo'lmasin. Mana sizlar bilan birgalikda ko'raylik. Mana yangisi yaxshi. Bermas uchun qo'yamiz. Hamma standart o'sha qutilari bo'ladi. Ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi narsaga qiziqsan ham men. Umuman tutta farq qiladi. O'zimga ham ko'rinishda birinchi ochib ko'rdim o'zim. Ikkinchi ochishim sizlar bilan. Bo'pti, butunlay boshqa narsa qilishibdi bu safar injenerlar. Ko'rinishda butunlay boshqa mana o'zi. Ko'rinishdan ham mana bilinib turibdi mana. Glansiy mana. Korpusni qo'yib o'shaganingizda, bu oldingi
Reviziya 2023-yil. Adashtirmanglar, 2023-yil. Bu 2025-yil model. Mana shunday bilinib turibdi. Bo'lmagan hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Ammo bir faqat shu asosiy urg'usi yengilroq. Asosiysi miya so'z sistemasi yaxshilangan. Jiddiy metallni oqib ketmagani hisobiga va radiatordagi shakl ham o'zgargan. Radiator yengillashtirilgan, o'shanga yarasha yengil bo'lgan shuning uchun dizayni. Shunaqa. Endi buni hali xudo xolasa bu ko'proq ma'lumot beramiz, PlayStation bilganimizcha kerak bo'lsa bilib o'rganib bildiramiz. Noldan to platlarga oqib ketishi, mana tikka turgan holatda oqib ketish ko'proq bo'lardi. Bunda injenerlar buni oqmaydigan qilib qo'ygan. Shuning uchun kam jiddiy metall qo'yiladi hamda metallga o'sha matnikaga oqib ketmaydi. Shunaqa ishlab chiqarishgan. Yengillashtirilgan va tokni ham kam oladi. Mas kam. Bunga qaraganda bunda kamroq. Ko'rinishi ham biroz kichikroq. Ko'rinishdan bir xil bo'lgani bilan o'zi bu kichikroq biroz. Hozir qisqacha obzorimiz shu bo'ldi. Bizni kuzating. Bizda yana yangiliklar bo'ladi. Hatto o'sha eski platformadagi PlayStation 2 lar bo'lishi mumkin. Ulardan ham iloji boricha ko'rsatuv qilamiz. Hozir shu bilan yakunlaymiz. Assalomu alaykum.